Hormuz bo'g'ozining yopilishi global miqyosda neft va gaz ta'minotida katta uzilishlarga olib keldi. Ayrim mamlakatlar bu inqirozdan qutulish uchun o'zlarining strategik neft zaxiralaridan foydalanishni boshladi. Xo'sh, ularning favqulodda neft zaxiralari miqdori qancha va u necha kunga yetadi? Ushbu lavhamizda shular haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. 11-mart kuni Yaqin Sharqdagi tartibsizliklar fonida Xalqaro energetika agentligiga a'zo 32 mamlakat o'zlarining strategik favqulodda zaxiralaridan 400 million barrel neft chiqarishga kelishib oldi. Bu agentlik tarixidagi eng yirik zaxiradan foydalanishdir. Oxirgi marta 2022-yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng guruh a'zolari 182 million barrel neft chiqargan edi. Nazarimizda ko'pchilik strategik neft zaxirasi nima ekanligini yaxshi biladi. Bu mamlakat hukumati tomonidan davlat obyektlarida saqlanadigan xom neftning favqulodda zaxirasidir. Undan urushlar va iqtisodiy inqirozlar kabi favqulodda vaziyatlarda foydalanish mumkin. Hukumatlar odatda o'z zaxiralarini to'ldirib turish uchun xususiy kompaniyalardan shartnoma asosida neft sotib oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, agentlik a'zolari hozirda 1,2 milliard barreldan ortiq favqulodda neft zaxiralariga ega. Bundan tashqari 600 million barrel sanoat zaxiralari xususiy tashkilotlar tomonidan saqlanadi. Bunday rezervlar agentlikka a'zo bo'lmagan davlatlar, xususan Xitoyda ham bor. Pekin dunyodagi eng yirik strategik neft zaxirasiga egalik qiladi. Mamlakat neft ta'minoti xatarlarini kamaytirish va butun dunyo bo'ylab o'zgaruvchan energiya narxlarining ichki bozorga ta'sirini yumshatish maqsadida 2004-yilda davlat strategik neft zaxirasi dasturini boshlagan. Xitoyning Xinhua axborot agentligining 2007-yildagi hisobotiga ko'ra, bazalar 30 kunlik importga teng, ya'ni taxminan 10 million tonna strategik neft zaxiralarini saqlashga mo'ljallangan. Bu rezervlar asosan Shandong, Chizesian va Haynan kabi sharqiy va janubiy qirg'oq bo'yi hududlarida joylashgan. Xitoy o'zining xomashyo zaxiralari haqida rasmiy ma'lumotlarni e'lon qilmaydi. Shuning uchun mamlakatda qancha neft zaxirasi borligi aniq emas. Biroq Vortex energetika tahliliy firmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda Xitoyning quruqlikdagi xom neft zaxiralari yil oxiriga kelib rekord darajadagi 1,13 milliard barrelga yetgan. Kipler ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda Xitoy Eron tomonidan jo'natilgan neftning 80% dan ortig'ini sotib olgan. Erondagi urush avj olgan sayin Sinopec kabi Xitoy kompaniyalari mamlakat zaxiralaridagi neftdan foydalanish uchun ruxsat so'ragan. Biz asosan Eron neftini sotib olmaymiz. Bu juda aniq. Ishonchimiz komilki, hukumat xom neft va qayta ishlangan yoqilg'i zaxiralarini hamda bozordagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va neftni qayta ishlash zavodlarida ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash uchun tegishli vaqtda siyosatni ilgari suradi, dedi Sinopec prezidenti Chao Dong. Keling endi Xalqaro energetika agentligiga a'zo davlatlarning favqulodda neft zaxiralari miqdorini ko'rib chiqamiz. Amerika a'zolar orasida 415 million barrel neft bilan eng yirik strategik neft zaxiralaridan biriga ega bo'lib turibdi. Bu omborlar AQSh energetika vazirligi tomonidan saqlanadi. Vazirlik agentlik bilan kelishgan holda shu yil o'zining strategik neft zaxirasidan 172 million barrel neft chiqarishini tasdiqladi. Hozirda Trump ma'muriyati neft kompaniyalariga allaqachon 45,2 million barrel xom neft bergan. AQSh o'zining strategik neft zaxirasining 1975-yilda arab neft embargosi benzin narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lib, AQSh iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazganidan keyin yaratgan. Zaxiralar AQShning yirik neftni qayta ishlash yoki neft kimyo markazlari yaqinida joylashgan bo'lib, kuniga 4,4 million barrelgacha neftni butun dunyoga jo'natishi mumkin. Reuters axborot agentligi hisob-kitoblariga ko'ra, zaxiralar hozirda taxminan 200 kunlik soft xom neft importini qoplaydi. AQSh prezidentlari urush payti yoki AQShning Meksika qo'ltig'i bo'ylab neft infratuzilmasiga dovullar zarar yetkazganda neft bozorlarini barqarorlashtirish uchun ushbu zaxiradan foydalanishgan. 2024-yil mart oyida AQSh prezidenti Joe Biden Rossiyaning 2022-yil fevraldagi Ukrainaga bostirib kirishi va undan keyin AQSh hamda uning ittifoqchilari tomonidan Rossiya neftiga qo'yilgan sanksiyalar fonida neft narxlarining keskin o'sishini oldini olish uchun zaxiradan neft chiqarilishini e'lon qilgan edi. Xalqaro energetika agentligi a'zosi bo'lgan Yaponiya ham dunyodagi eng yirik strategik neft zaxirasiga ega. Yaponiyaning Nikkei Asia ma'lumotlariga ko'ra 2025-yil oxirida mamlakatda taxminan
470 million barrel favqulodda zaxira mavjud. Bu ichki iste'molning 254 kuniga yetadi. Ushbu miqdordan 146 kunlik neft hukumatga, 101 kunligi xususiy sektorga tegishli. Qolgan qismi neft qazib oluvchi mamlakatlar bilan birgalikda saqlanadi. Yaponiya 1973-yildagi global neft inqirozidan keyin kelajakdagi iqtisodiy uzilishlarning oldini olish uchun 1978-yilda o'zining milliy neft zaxirasini yaratgan. Hozirda mamlakat dunyodagi eng yirik neft importchilaridan biri bo'lib, energiya ehtiyojlarining qariyb 80%ni xorijdan keltiriladigan qazilma yoqilg'ilar hisobidan qoplaydi. Yaponiyaning zaxiralari asosan 10 ta qirg'oq bo'yi milliy omborxona bazalarida joylashgan. Asosiy saqlash joylari Yaponiyaning janubidagi Kagoshima prefekturasi. 16-mart kuni Yaponiya Hormuz bo'g'ozining amalda yopilishi natijasida yuzaga kelgan global energetika inqirozi fonida o'zining favqulodda zaxiralaridan neft chiqarishini boshlagan. Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi jurnalistlarga ta'minot bilan bog'liq xavotirlar fonida zaxiradan bir tomonlama 80 million barrel neft chiqarilishini aytdi. 26 fevral holatiga ko'ra Buyuk Britaniya strategik neft zaxirasi sifatida taxminan 38 million barrel xom neft va 30 million barrel qayta ishlangan mahsulotlar saqlamoqda. Bu taxminan 90 kunga yetishi mumkin. Mamlakat o'z zaxiralarini 1970-yillardagi neft inqirozidan so'ng hamda agentlik oldidagi majburiyatlarini bajarish uchun 1974-yilda tashkil etgan. Tashkilot a'zolaridan kamida 90 kunlik sof import hajmidagi zaxirani saqlash talab etiladi. Buyuk Britaniyaning strategik zaxiralari asosan xususiy neft kompaniyalari tomonidan saqlanadi, lekin hukumat tomonidan tartibga solinadi. Rezervlarning asosiy qismi Janubiy Uelsdagi Milford Haven va Angliyaning shimoliy sharqidagi Hamberda joylashgan. Mamlakat Erondagi urush fonida yuzaga kelgan neft inqirozini bartaraf etish uchun o'z zaxiralaridan 13,5 million barrel neft chiqargan. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, jumladan Germaniya, Fransiya, Ispaniya va Italiya ham strategik neft zaxiralariga ega. Germaniya iqtisodiyot vazirligiga ko'ra, mamlakatda hukumat tomonidan saqlanadigan 110 million barrel xom neft va 67 million barrel tayyor neft mahsulotlari bor. Ular bir necha kun ichida chiqarilishi mumkin. Fransiyaning ommaga e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil oxirida zaxirada 120 million barrelga yaqin xom neft va tayyor mahsulotlar bo'lgan. Shundan taxminan 97 million barrelni SAGES tashkiloti saqlaydi. Uning tarkibi taxminan 30% xom neft, 50% gaz moyi, 9% benzin, 7,8% aviatsiya yoqilg'isi va bir qismi isitish moyidan iborat. Yana 39 million barrel mamlakat neft operatorlarida saqlanadi. 16-mart kuni Ispaniya energetika vaziri Sara Agesen Hormuz bo'g'ozining yopilishi oqibatida yuzaga kelgan ta'minot tanqisligiga qarshi kurashish uchun 90 kun davomida 11,5 million barrelga yaqin neft zaxirasini chiqarishni ma'qulladi. Bu mamlakatning xalqaro energetika agentligiga qo'shgan hissasi hisoblanadi. Ispaniyaning umumiy xom neft zaxirasi taxminan 150 million barrelni tashkil etadi. Italiya esa taxminan 76 million barrel zaxiraga ega. Bu mamlakatning 90 kunlik sof neft importiga teng. 25-mart kuni Eron Tashqi ishlar vazirligi vakili Ismoil Baqoiy Hindiston telekanalidagi chiqishida dunyo iqtisodiyoti tebranayotganiga munosabat bildirdi. Men tushunaman, dunyo iqtisodiyoti mintaqamizda sodir bo'layotgan voqealardan ta'sirlanmoqda, lekin bu bizning aybimiz emas. Siz neft narxi, oziq-ovqat narxi haqida xavotirdasiz, lekin biz o'z fuqarolarimizning hayoti haqida xavotirdamiz, dedi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shular edi. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosishni unutmang.